Assalomu alaykum aziz muxlislar, obunachilar. Sizlarni muborak Ramazon oyi bilan tabriklaymiz. Bu fazilatli oy barchamiz uchun yaxshilik, fayz va baraka olib kelsin. Tutgan ro'zalaringiz, qilgan ibodatlaringiz, ezgu duolaringiz qabul bo'lsin. Alloh barchamizni qalbimizga sabr, xotirjamlik va nur bag'ishlasin. Bugungi videoda sizlar bilan Aid al-Qarniyning mashhur O'kinma asaridan ba'zi ibratli satrlarni o'qib beramiz. Bu asar insonni hayot sinovlariga sabrli bo'lishga, doimo umid va shukronalik bilan yashashga chorlaydi. Undagi satrlar qalbga huzur bag'ishlaydi, ruhni yuksaklikka yetaklaydi. Inshaalloh ushbu satrlar sizlarga foydali va manfaatli bo'ladi. Qalbingizga iliqlik ulashadi. Shuningdek, bugungi Ramazon kunlarida bizga sabr, umid va shukr qilishni o'rgatadi. Marhamat, birgalikda tinglaymiz. Musibat ahlidan ibratlaning. O'ng va chap tomoningizga boqing. Jabrdiydalarni ko'rasiz. Har uyda oh-voh va har yonoqda ko'z yosh, har vodiyda mazlumlar bor. Musibat zada qancha ko'p bo'lsa, shuncha sabr qiluvchi ham bor. Jabrdiyda faqat siz emas, aksincha boshqalarga qaraganda musibatingiz oz. Yillar mobaynida to'shakka mixlanib, o'ng yoki chap tomoniga ag'darilib, og'riqdan ingraydigan, dard sababli bor ovozi bilan dod soluvchilarning sanog'i yo'q. Ko'p yillardan beri quyoshni ko'rmay zindonband qilingan mahbuslar bor. Gullagan, yashnagan yoshlik davrlarida jigar go'shalaridan ajragan erkak va ayollar ham ko'p uchraydi. Qanchadan qancha baxtiqaro, qarzga botgan, musibatga duchor bo'lganlar bor. Demak, shulardan ibrat olish vaqti yetdi. Aniq bilingki, bu hayot mo'min uchun qamoqxona hamda g'am anduh diyoridir. Ertalab odamlar bilan gavjum bo'lgan qasrlar kechki payt huvillab qolmoqda. Qachondir to'kis, sog'lom, badavlat, ser farzand bo'lganlar bir kuni kelib kambag'allikka, o'limga, ayriliqqa, kasallikka yo'liqmoqda. Ularni qanday halok qilganimiz ham sizlarga aniq ma'lum edi. Biz sizlar uchun qanchadan qancha misollar keltirgan edik. Ibrohim surasi 45-oyat. Bilasiz, tuya hech qachon o'zi tosh ustiga cho'kmaydi, ammo o'rgatilsa cho'kadi. Siz ham o'zingizni musibatlarni qabul qilishga o'rgating. Sizning boshingizga tushganlarni atrofingizdagilar va zamon charxpalagida sizdan oldin o'tib ketganlarning balolariga solishtirib ko'ring. Shunda ahvolingiz ularga nisbatan ancha yengil. Sizga yetgan musibatlar ignaning uchidek arzimas narsa ekanini bilasiz. Alloh taologa uning mehribonligi uchun hamd ayting. Sizga qoldirganiga shukr qiling. Olib qo'yganlari evaziga savob kuting va atrofingizdagilardan ibrat oling. Bu borada siz uchun Rasulullohda sollallohu alayhi vasallam o'rnak bor. U zot sollallohu alayhi vasallam boshlariga tuyaning ichak chavoqlarini tashlashdi. Ikki oyoqlari jarohatlandi, yuzlari yorildi, qamal qilindilar va o'sha paytda daraxt barglarini yeyish darajasida och qoldilar. Makkadan quvildilar, tishlari sindi, pok xotinlarning obro'lari toptaldi. Sahobalaridan 70tasi o'ldirildi. Hayotlik chog'larida o'g'illari va bir necha qizlaridan ayrildilar. Ochlikdan qorinlariga tosh bog'ladilar. Shoir, qohin, majnun, yolg'onchi degan tuhmatlarga qoldilar. Biroq Alloh u zotni o'zi asradi. Bular shubhasiz aniq musibatlar va kichik bo'lmagan imtihon edi. U zotdan ilgari Zakariyo alayhissalom o'ldirildilar. Yahyo alayhissalom so'yildilar. Muso alayhissalom tashlab yuborildilar. Ibrohim alayhissalom o'tga otildilar. Solihi salaflar ham shu yo'ldan bordilar. Hazrati Umar roziyallohu anhu o'z qoniga bo'yaldi. Hazrati Usmon roziyallohu anhu o'ldirildi. Hazrati Aliga roziyallohu anhu nayza sanchildi. Ulug' allomalar qamchilandi. Yaxshilar hibsga olindi. Taqvodorlar kishanlab tashlandi. Yoki ey mo'minlar, sizlardan ilgari o'tgan zotlar misoli, ibrati sizlarga kelmay turib jannatga kirishni o'yladingizmi?
ularga balo va musibatlar ustma-ust kelib shunday larzaga tushgan edilarki, hatto payg'ambar va iymonli kishilar axir qachon Allohning yordami keladi deyishgan edi. Baqara surasi 214-oyat. Hayotga o'z holicha boqing. Dunyo lazzatlarini ketkazuvchi, qiyinchilik va mashaqqatlarning koni, g'am tashvishlarga to'la bir makondir. U xuddi bir botqoq, bir botsangiz tipirchilagan sari botib ketaverasiz. Dunyoda ota-ona, xotin, do'st, maskan yoki ish kabi lazzatlar ham bor. Lekin baribir ko'nglingizni xira qiladigan, siz yoqtirmaydigan holatlar uchrayveradi. Buning chorasi dunyoni yomonlik haroratini yaxshilik yomg'iri bilan pasaytirib turing. Shunda tugal najot topasiz. Tikon kirishi ham bejiz emas axir. Bu dunyoda ziddiyat, turlilik, toifalar, yaxshi va yomon fikrlar, buzish va isloh, shodlik va g'amlar yonma-yon birga bo'lishini Alloh xohladi. Jannatga barcha yaxshiliklarni, isloh va shodlikni tanladi. Hamma yomonlik, fasod va g'amlarni do'zaxda to'pladi. Voqelikka uyg'un yashang, xayollar otiga minmang. Mana shu ko'rib turganingiz hayot sizning hayotingiz. Shu hayotda parvoz qiling. Dunyoyingizga o'z holicha boqing. O'zingizni unda yashashga ko'ndiring. Dunyoda siz uchun vafodor do'st va mukammal ish topilavermaydi. Chunki vafodorlik va mukammallik dunyoning xususiyati emas. Xotin sizni to'ldirmaydi. Hadisda mo'min mo'minaga, er ayoliga g'azab qilmasin. Chunki uning bir xulqini yoqtirmasa, boshqasiga rozi bo'lar deyilgan. Shunday ekan, to'g'rilaylik, jipslashaylik, kechirimli va oliyjanob bo'laylik. Yengilini olib, qiyinini tark qilaylik. Ko'z yumib ham turaylik. Xato kamchiliklarni tuzataylik. Ba'zi ishlarga parvosiz bo'laylik. Baxtli bo'lay desangiz, ibratli so'zlar kichik satrlarda. Oldindan belgilangan qazoga va taqsimlangan rizqqa rozi bo'ling. Har bir narsa belgilangandir. O'kinchni qo'ying. Hech kimdan rahmat kutmang. Sizga Allohning savobi yetadi. Sizni inkor qilgan, yomon ko'rgan hasadchilardan sizga hech qanday zarar yetmaydi. Yaxshilik bo'lmagan ishda odamlardan uzoqlashing. Ishlaringizni sarhisob qiling. Odamlarga behuda aralashishni kamaytiring. Kitob insonning eng yaxshi yo'ldoshi. Shunday ekan, kitoblar bilan suhbatdosh bo'ling. Ilmga oshno bo'ling, ma'rifatni do'st tuting. Borliq nizom asosida bunyod etilgan. Kiyinishingiz, uyingiz tozaligi, ta'lim olishingiz va buyurilgan amallarni bajarishingizda tartibli bo'ling. Ochiq havoga va tabiat qo'yniga chiqib turing. Alloh yaratgan va bunyod qilgan olamga ko'nglingizni yozing. Ko'p piyoda yuring va jismoniy tarbiya bilan shug'ullaning. Dangasalik, lanchlik va bekorchilikdan uzoq bo'ling. Hech qachon vaqtni zoya ketkizmang. Tarixni o'qib, uni ajoyibotlari haqida tafakkur qiling. G'aroyibotlarini tadabbur qiling. Undagi qissa va xabarlardan o'zingiz uchun foyda, saboq oling. Parvardigoringizning din, aql, ofiyat, eshitish, ko'rish, rizq, bolalar va boshqa ko'plab ne'matlariga shukr qiling. Odamlar ichida aqlini yoki sog'lig'ini yo'qotgan, yoxud birovga qaram bo'lgan yoki oyoq qo'li ishlamay, shol bo'lgan yo qattiq kasallikka chalinganlari ham borligini unutmang. Doim Qur'on yodlagan, o'qigan, eshitgan va tadabbur qilgan holda yashang. Chunki u xafalik va g'am tashvishni quvishni eng ulug' muolajasidir. Allohga tavakkal qiling va ishlarni barchasini unga topshiring. Uni hukmiga rozi bo'ling. Unga o'zingizni butunlay topshiring. Har bir ishda unga suyaning. U sizning himoyachingiz va kifoya qiluvchi zotdir. Sizga yomonlik qilganlarni yomonligini kechiring. Sizdan aloqani uzgan qarindoshlar bilan bog'laning. Sizni bir narsadan mahrum qilganlarga ulashing. Sizga yomon muomala qilganlarga ham muloyim bo'ling. Shunda surur va halovat topasiz.
La havla va la quvvata illa billahni ko'p takror qiling, chunki u yomonlikni aritadi va holatni yaxshilaydi. U qiyinchiliklarni yo'qotadi va Zuljalolni rozi qiladi. Istig'forni ko'paytiring, zero rizq, xursandchilik, farzand, foydali ilm, ishlarning oson bitishi va xatolarning o'chirilishi kabi ishlar istig'for aytish bilan barakali bo'ladi. Ko'rinishingiz, iste'dodingiz, salohiyatingiz, oilangiz va uyingizga qanoat qiling. Shunda rohat va saodat topasiz. Biling, albatta bir qiyinchilik ketidan ko'pgina yengillik bor. Albatta, xursandchilik g'am tashvish bilan yonma-yondir. Holat doim bir xil davom etavermaydi, balki kunlar almashib turuvchidir. Doim yaxshi gumon qiling, umidsiz bo'lmang va tushkunlikka tushmang. Parvardigoringiz haqida go'zal gumon qiling. Barcha yaxshilik va go'zalliklarni undan kuting. Dunyo mehnat, mashaqqat, dilxiralik va ko'ngilsizlik uyidir. Uni qanday bo'lsa shundayligicha qabul qiling va Allohdan yordam so'rang. Sizdan oldin o'tganlarning hayot tarzlariga qarab fikr qiling. Ular orasida yaqinlaridan ayrilganlari qancha? Qamoqda saqlanganlari, o'ldirilganlari, turli yo'llar bilan imtihon qilinganlari qancha? Sizga yetgan g'am tashvish, xafalik, ochlik, faqirlik, kasallik, qarz va barcha musibatlarning ajri Allohning zimmasidadir. Biling, barcha qiyinchiliklar odamning ko'zi va qulog'ini ochadi, qalbini uyg'otadi, nafsini tiyib qo'yadi, barcha bandalarni ogohlantiradi va savoblarni oshiradi. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zolimin. Anbiyo surasi 87-oyat. Ma'nosi: Sendan o'zga iloh yo'q, sen poksan, albatta men zolimlardan bo'ldim. Ni doimiy aytib yuring. Unda mushkullarni yechuvchi ajib sir, balolarni daf bo'lishini nozik xabari bor. Azizlarimiz, videorolik siz uchun manfaatli bo'lishidan umidvormiz. Kelgusi videolarda ham bu an'anani davom ettirib, Ukim asaridan yanada ko'proq ibratli satrlarni saralab o'qib berish niyatidamiz. Shoyatki ushbu muborak oyda bu sa'y-harakatlarimiz sizlar uchun foydali, bizlar uchun ajrli bo'lsa. Ko'rishguncha omon bo'ling, ibodatlaringiz qabul bo'lsin.